Onasi. Labbay. Stol ustida pulni olib ketib topib chiqib ber. Xo'p, hozir. Dadasi, shu yerda qancha pul bor? Dollarga 2000. Menga bering. Nima qilasan shuncha pulni sen? Tilla olaman. O'tgan oy yangi tilla olib berdim-ku. Uni o'tgan oy gapga taqib borganman. Dugonalarim har oy yangi tilla taqib keladi. Men eskisi bilan bormayman-ku. Gapga seni yangi taqib borishingni, taqib bormasligingni nima aloqasi bor? Tavba qildim-ku. Kerak emas, bormayman. Olur. Mana shu pul senga kerakmi? Faqat bitta shart beraman. Xo'p, qanaqa? Hamma shartingizga roziman. Bor. 3 ta ro'mol olib chiq. Hozir. Mana, qanaqa shart o'zi? Teskari qarab tur. Voy. O'ng qo'lingni tepaga ko'tar. Hop. Voy. Nima qo'limni boylayapsiz? Yo'q. Shunaqa ham g'alati shart bo'ladimi? Pul kerakmi senga? Ha? Bo'ldi. Ana, endi menga qara. Voy, nimasi bu endi? Mana shu pul. Hop. Bu yerga qo'yib qo'yapman. Hozir soat necha bo'ldi? 9. 9 bo'ldi. Men kechga tomon 17:00 da ishdan kelaman. Hop. Faqat va'da berasan, halol bo'lsin. Bu qo'lingni nimaga yechmaysan? Hop. Kunlik vazifangni, har kunlik ishingni qilib borasan. Shu xolos. Men 17:00 da kelaman. Sen qo'ling yechilmagan, ishlaringni qilib bo'lgan bo'lsang, seni ko'raman, qo'lingni yechaman. Keyin mana shu pul seniki. Shu xolos.